Assalomu alaykum barchaga aziz do'stlar. Mana men Zarba Plus kanalini yurituvchi shaxsni ko'rib turibsizlar. Ismim Jasur. Men bu YouTube'ga kecha yoki bugun kelib qolgan inson emasman. YouTube'da men ilgari ham bo'lganman, kanalimni yuritganman, lekin men dramada, ya'ni romantik videolarni yuritganman. Hani sensiz yaşayıverdim, küylüm dolmadı. İzlerinde yürüverim, kabanımın tozganı. Turaversin kitimin min, tek şorum boşurladı. Hani sensiz yaşayıverdim, küylüm dolmadı. İzlerinde yürüverim, kabanımın tozganı. Turaversin kitimin min, tek şorum boşurladı. Oldingi kanalimda esa lekin 20 mingdan oshgan obunachilarim ham bor edi. Deganimning sababi esa u kanalim hozir bir sabablarga ko'ra yopilib ketdi. Ya'ni ustimdan shikoyat qilishgan ekan. O'shaning uchun yopilib qoldi kanalim. Xo'p, mayli. Agar yopilmaganda hozir men sizlar bilan uchrashmagan bo'lardim va sizlar bilan uchrashish menga nasib etgan ekan bu yangi kanalim orqali. Xo'sh, endi men o'zimni batafsilroq tanishtiradigan bo'lsam, yoshim 23 ta. Yashash manzilim esa Qoraqalpog'iston Respublikasi. Yana nimalarni aytib o'tsam bo'ladi? Sevgi bobida uncha omadim yurishmagan. Uni siz videolarimdan ham bilishingiz mumkin. Men bu YouTube'da bitta narsani bildim. Ya'ni algoritmni aniqladim. YouTube'da qanaqa qilib videolarni joylash kerak yoki qaysi vaqtda nima qilish kerak yoki qanday joylash kerak, qanaqa sarlavhalar qo'yish kerak, o'shalarni aniqladim. Va hozir o'shani ustida ishlayapman. Xudoga shukr, bu esa natija beryapti. Meni yangi kanalimda ham unchalik yoqtirmaydigan insonlar ham bor ekan oramizda. Meni agar tinmasdan qo'llab-quvvatlayotgan, kommentariyani qayta yozayotgan va har bir yangi videomga like bosib birinchilardan bo'lib yozayotgan insonlarimiz ham bor. Ularga chin qalbimdan minnatdorchiligimni bildiraman va rahmat. Keyingi videolarimda uchrashguncha xayr. Agar bironta bir savolingiz yoki sizni o'ylantirayotgan bir fikringiz yoki nimadir xayolingizdan o'tgan bo'lsa, marhamat kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlar bilan Zarba Plus kanalining yurituvchi Jasur Rimbayev bo'ldi. Xayr.